alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 3-may kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat davomida yetakchilar ikki mamlakat o'rtasidagi eng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalarini muhokama qildi. Qayd etilishicha, Rossiya Federatsiyasining prezidentining o'tgan yili may oyidagi O'zbekiston davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish natijalari ko'rib chiqilgan. O'zaro tovar ayirboshlash, sur'atini saqlab qolish, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida kooperatsiya loyihalarini jadallashtirish, huquqlari va biznes darajasidagi faol muloqotlarni davom ettirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar qabul qilish mumkin ekani ta'kidlangan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.